Assalomu alaykum. Mani ismim Ahmadjon Qahhorov. YouTube'dagi Ahmiy taxallusi bilan kontent qilaman. Asosan mani kontentim dasturlash. O'zimni yo'nalishim dasturlash. Men umuman bu musiqa va shunga o'xshash narsalarga aralashmaganman oldin. Lekin mana oxirgi payt bitta kuzatdim. Men bu absolyut shaxsiy fikrim va agar qanaqadir e'tiroz bo'lsa, bemalol bu videodan chiqib ketishinglar mumkin. Fanatizm. Aslida fanatlik qanaqa bo'ladi? Mani standartlarim, ya'ni menda fanatlik qanaqa, kamera qiyshiq bo'lsa kerak bilmadim. To'g'rilab qo'ymaganman. Fanatlik bitta odamga ijodini kuzatmasdan turib bo'lmaydi-da mani fikrimcha. Например, men birinchi bo'lib aytadigan narsam Minorni fanatlari va men Minor ijodini hurmat qilaman. Minor aka aytsam xunuk eshitilyapti. Minor deya qoling. Men Minor mandan kattalar bilaman. Minorni ijodlarini men hurmat qilaman va ularni ijodlarini ichida yaxshi ko'rgan qo'shiqlarim bor. Green 71 u ham, ular ham o'sha vaqtida juda legenda qo'shiqlari bo'lgan. Endi u payt ham ularni ham eshitganman. Keyin hozir mana Qarz, Konusda degan reperlarimiz bor va ularni ham men maza qilib eshitaman. Bunday kommentga qarasam, bir yoq tarafda Konusda zo'r deb Minorni so'kishadi, bir yoq tarafda Minor zo'r deb Konusdan so'kishadi. Endi bu yerga sizlarga savol, sizlar nimaga erishmoqchisizlar? Nima bo'ldi? Sizlar birinchi o'rinda aytaman, kommentga kirganimda agar kimdir Minor zo'r deb so'kkan bo'lsa, men Minorni zo'rligiga shubha qilaman. Chunki nega? Minorni zo'rligini uni fanatlari isbotlashi shart emas, chunki u zo'r. Bo'ldi, yetarli. Fanatlar o'zini isbotlashga majburmiz deb o'ylashi kerak emas. Mana shu narsa menga kulgili tuyuladi-da. Minor zo'r, bo'ldi, xo'p. Sen nega uni isbotlamoqchisan? Qolgan kallasi bor insonlar o'zi tushunib yetadi buni. Mana shu narsaga men yetib kelmayapti. Endi yaqinda Money Talk degan bitta qo'shiq chiqdi. Konusda Qarz, Morf, Alinur, keyin yana bitta inson bor edi, adashmasam men esimdan chiqib qoldi. Xullas, kommentini o'qiyapman, agar erinmasam montajimda chiqarib qo'yaman pastdan. Hammasi, hammasi emas-da, ko'pi Shahloni klipidan keldik deyishgan. Men ikkalaligiga ham umuman tanish bilishim ham, adovatim, umuman hech narsam yo'q. Shahloni klipidan keldik deyishyapti-da, bu yoqda qo'shiqni kontekstiga vasha e'tibor berishmayapti. Ya'ni ularda bitta dona fokus Shahlo tarafdan kelib, tipa Shahlo uchun komment yozyapman, tushunsizlarmi? Qo'shiqning ma'nosi nima ekan? Bittanglar aytinglar, mana qo'shiqning ma'nosi nima ekan? Shahloni qo'shig'i to'g'ridan-to'g'ri dis bo'lsa, bularning qo'shig'ining ma'nosi nima ekan? Bu ham dismi? Men ikkalasining ham ma'nosini tushunganim yo'q. Shahlonikida ochiqroq nimalar ishlatilgan, ya'ni personajni kesib tashlash oxirida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan. Lekin Money Talk'da men deyarli ko'rganim yo'qki, Shahlo tarafga dis. Yana bilmadim, balki tushunmay qolgandirman. Keyin armiylik degan narsa bor. Men unga ham aytib o'tgim kelyapti, chunki ichimda ushlab yurmayman buni. Armiy degan tushuncha bor va 90% holatda 8-7 yoshdan 16-17 yoshgacha ekan. Bu statistika demayman, men o'zim mana ko'ryapman 10, 11, 12, 13, 15, 16 yosh atrofida. Bilmadim, balki undan kattalar bordir, lekin men ko'rganlarim shular, ya'ni atrofida xuddi shunaqa. Bitta qo'shig'ini to'liq ma'nosini bilmaydi, bitta qo'shig'ini o'tirib eshitmagan, lekin insonini mana shu BTS a'zolarini yaxshi ko'radi ular. Qo'shiqning ma'nosini emas, bu fanatizm mana. Bitta odamni yaxshi ko'ryapsizmi, qolganlar sizga blok bo'lib qolyapti. Mana shu yomon. Например, Minorni eshitmayman, bu yoqda Konusda vatan haqida qo'shiq chiqardi, havo, ya'ni tabiat haqida qo'shiq chiqardi. Mani miyamda borki, men Minorga sodiq bo'lishim kerak. Men buni eshitsam xiyonat qilyapman hozir. Haqiqiy muammo olib chiqilgan qo'shiqni men bitta dona fanatligim uchun eshita olmay qolsam, bu narsa menga ziyon. Hamma insonni o'ziga yarasha juda bir oltinga teng bo'lgan ijodi bor-da. Konusdan, например, havo, men rostdan mazza qilib eshitaman, qizim. Qarzdan UzR, UzRRR bu qanaqa aytilishini bilmayman, lekin UzR deyman men. Uni menga stil yoqadi. Men kayfiyatim yaxshi payt eshitishni yaxshi ko'raman. Tushunyapsizlarmi? Men har xil vaziyatda har xil reperni eshitaman va o'zi shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bitta odamga yopishib olmasdan ijodga yopishish kerak. Chunki ular ijodkor. O'z nomi bilan ijodkor. Siz u odam emas, uni ijodini hurmat qiling. Bo'ldi, o'shanda hayot go'zal bo'lib ketadi. Armiylarga ham vashi gapim yo'q. Bo'pti, armiy bo'vering. Armiy bo'vering, menga vashi farqi yo'q. Prosta u insonni qo'shiqini ma'nosini bitta eshitib, bitta tinglaylar. Qo'shiqda nima bo'lyapti, qanaqa kontekst, shuni tushuninglar. Qo'shiqlarda yaxshi ma'nodir, ular ham balki tabiat haqida yoki qanaqadir kasalliklar haqida qo'shiq qilishgandir, men bilmayman.
Men eshitmaganman, lekin ular ham eshitmaganda alam qilayotgani. Ular ijodni emas, insonni yaxshi ko'ryapti. Bitta qiz, mana bitta qiz 7 ta bolani yaxshi ko'rishi g'alati tuyulmayaptimi? ABTS jamoasida 7 ta bola bor. Menga mana shu narsa g'alati tuyulib ketyapti-da. Hammasini yaxshi ko'radi, lekin ularning ijodidan deyarli xabari yo'q. Men atrofimda ko'rganlarim shular. Endi sizlarni bilmadim, balki xabarimiz bor deyishinglar mumkin. Minorni ham, konuslarni ham fanlariga men shuni aytmoqchiman. Endi sallamayapman, yana aytib qo'ying, menga adovat kerak emas. Ijodni yaxshi ko'rgan odam ijodni hurmat qila oladi va o'sadi. Qo'shiqdan ma'noni olish uchun u qo'shiqni hech qanaqa adovatsiz eshitish kerak. Minora fanati bo'lib turib, faqat ayb qidirib eshitadigan bo'lsangiz, siz u yoqdan ma'no ola olmaysiz. Ayb qidirmanglar, ijodni yaxshi ko'ringlar. Например, men ham o'zimni ijodim, ya'ni dasturlashda ijod qilaman mana va agar mani sun'iy intellektda kod yozadi degan nafrat bilan, ya'ni vibe coder degan tushuncha bilan videoyimni ko'rsanglar, hamma videodan xato topasizlar. Lekin mana shu bolada men bilmagan narsa bor ekan deb videoni ko'rsanglar, nimadir olasizlar. Tushundinglarmi? Siz qaysi maqsadda ijodni kuzatayotganingiz, siz nima olishingizga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi. Xullas, meni gapim tugadi. Men bu videoni qo'yaman va kommentda mazax qilib kulishamiz.